Novza metrosidan Novostroyka uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Novza metrogacha bor yo'g'i 200 metr masofada joylashgan Novostroyka 2 xonali uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz birinchi xonamiz, o'zini holi, loft uslubidagi mebellari bilan ko'rib turganlaringdek, o'zini yumshoq mebellari, televizorlari, dast qilish uchun, kompyuterga qo'yish uchun stollari bu yoqda esa kichik balkonchamiz bor. Uyimiz 9 qavatli binoning 2-qavatda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 55 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa glavniy eshikdan kirib kelish, stroyniy shkaflari, oynalari, bu yerda esa yotoqxona qismimiz bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, bu yoqda ham ochiq balkonimiz bor. Yotoqxonamizdan ham bemalol havo aylanishiga hamma xonalarimizga oynalarimiz bor. Ko'rib turganlaringdek, buni bir xillik kattalar yotoqxonasi sifatida ham ishlatsalaring bo'ladi. Bu yoqda esa razdельный sanuzlimiz keladi. Kerakli barcha mebel va texnikalar qo'yilgan uyimizga. Eshiklar ham qalinadan qo'yilgan. Bu oshxonamiz, ko'rib turganlaringdek. Oshxonamizga ham kerakli barcha mebel va texnikalar yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Ko'rib turganlaringdek, uyimiz 9 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 55 metr kvadratdan iborat. Ushbu uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Novza metrodan 200 metr uzoqligida joylashgan, Qamish milliy taomlari orqasida joylashgan Novostroykadagi uyimizni egalari videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda 99.900 AQSh narxlashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.